Rahmat bolam. Ulan, bugün bu tamak qandaq alohida bir restoran qatdingiz. Bu tam 20 yilning oldida tugab ketdi. Opam rahmat eylesin. Dada, bugünden bu tamakka Apustal'ın yanında işlep pazarı sağlam Apustal alayda açıkçı işletsin. Bu açıksını men üçün işletdim. Bunun için bu açıksı uyumuzda üzülüp kalmasın ha. Biz maqtamadik, balki rost so'zladik. Ochliqdan ishlangan oq o'stan eng yangi alohida ochiq suvlari faqat siz uchun ishlandi. Vay mana. Dedem şu o çarşı. Ha bola. Apa? Ayağının tırnaklarını 70 yalnız boyap çay mı yaptı? Sen ne mandın? Ben opera bitip inip gidim apa. Bunu sözden berip geliyor. Oy. Taniye katamsız bola. Ya apa, sizge taniye qılan haddim mi? Ah. Ma telaffuzlarınızdan örgüley. Kimga gapatqanligingizni bilib gap qatamsız ya. Bilib gapyapman. Qanday apam gapyapman? Vay boldi. Vay apa boldi qilgina. Bugun zor nima bo'ldi sana? Ha. Men nimani bo'ldi qilay? Ha? Ey, meni bu o'zimning uyida o'zimning balasiga gap qilish huquqim yo'qmi mening? Ha? Voy, siz huquqingizni hech kim tatib olgan yo'q. Qachon siz balangiz gap qilgan bu chiqib olgansiz, tani gap qilgansiz. Men zor ko'zimni sig'madim sizdan. Zor narim sig'maydi sizning ko'zingizga. Man qarang. Siz bağı oldu bilen bir eynek qarab, ma üst başlarını taza sepsip bir qarısınız, andan keyin tushunasiz balam. Voy, siz demisingizmi, men shu aynak kuni necha qarayapman. Uy, jigit. Ma ayolingizga o qarang. Qiynalib sizlar gap takalışyapti. Birini demsiz ya men birini deb qo'yaymi? Voy, opirib qo'yamsiz yo'q. Vay boldi qilinglar. Vay mangina sen bu. Hey! To'xtag'ina. Hey, o ming qimiz meni opam tursa. Bir ig'iz gapdan qolsang nima bo'pti? Seni bir tiniqdan qoldirmagan ekan. Voy, Mehmetjon, ota-onamning arzuli qizi. Men tegil braydni ashti to'xtamay anglatmash opangizning sesiq tani gaplarini. Opamning mijozi rost ishtek. Voy, samichi o'xshash. Ikki qo'shqonning beshi bir qozonda qaynamabdi degan shu-da. Uni bilganki nima qilsiz qozonni bir qilib, vaqtida uy aridan ish qilaylik. Voy, qanda lahalada ahvolingiz yaxshimi? Voy, yaxshi. Bugun nima bo'ldinglar? Ko'p kunduzida. Nima bo'lgandek turadi jinimada? Voy, kelinoqchining kayfiyati toz chog' emas-ku. Qarab tursam birla deyishib ketdinglar-ku. Voy, adam bir ish bo'p bo'g'cha durbunda qarab turib oldingiz sizdan. Ya ko'ymas kiyapsiz, bo'lmadi. Voy, men ko'ymadim. Ko'zim qarg'a bo'ldi, ko'ymadim. O'shda. Kim bu? Voy, kim bo'ladi? Butun Oqquzdan gidonliq qiliqi Lahal Segizxon degan shu.
Voy, men anlagan yiliqay tuxumdan tükündürdigan gap tapa xotinmish ekanda. Dal o'zi shu. Necha kungacha endi bizning uy to'g'riliq bu malda gap bo'ladigan bo'ldi deb qarab turib. Mamas! Uy mamas! Mekanına buyum gap var. Bunun ayni mamas! Nima gap bor otime? Xamash. Qachonmi ismini to'liq atasiga qalmiratdi. Voy amraqliq bu datsi amraqliq. Ha, nima gap degina? Voy o do'kondan qaytib kelyapsan. Ha. O Zinnatgulning kichik o'g'li bilan kelin ishkisini so'qishib ketganini ko'rib qoldim qara. Bu so'qishmamda ular. Nima chatg'inma seniki? Voy chattig'imizg'o yo'q. Lekin butun marda o'sha qizning gipi. U qizning yuz ko'zi qilgan mayni pichoq bilan qirdigan bo'lsangiz, necha kilo moy to'kilib tushdi. O qo'lning tirnoqlarini ko'rsangiz, Allohning qo'li bir yoqda qolsin. O putuning qandoqdi? Men u qizning paypig'ini soldurib putini ko'msam ya. Nadim bilmayman. Bilib, ko'paqingiz davlatga qey, davlatga gibini qaramani. Bo'la. Yilimi Aqo'stan ma'suli borgu, Lahal Sig'izxon, Lahal G'ulmis, Lahal Muxbir deb ammaga laqamin qanmaqdi. Men sen ne chiqdim dedim xalqning ishiga aralashma deb. Endi bo'la. Voy, diqqat qilmasak bo'lmaydi. Bizning bir o'g'limiz bor, buyruq etgan. Ertaga shu o'g'limiz tirnoqlari uzun, alvasini birni tuyuqsiz uyga boshlab ketdi, to'ysiz qoldi. Qanday balam? Yaxshimi? Zinnatgulda yaxshimisiz-da? Yaxshi. Dukanlarni ichiverdim degan. Ha, ichivadi qada. O'tkir satang ag'inam. Voy, satuvdi jumada. O'tkir ag'inam yaxshimi? Yaxshi balam, yaxshi. Mush laqam qo'ydiganga, xalqni shon qo'qilganga beksta sen. Satuvdi. Lahalim olisida. Og'zimdan chiqib qoldi-da. Ranjima. Nim lazım edi? Nening bordi? Cho'nglan. Ha, shikini bera. Bo'ldi. Anandaki men Oqo'stanning yangidan chiqqan sirkisdan birini olay balam. Hada bu Oqo'stanning-chu. Bu ochiq suv 3 xiltam dangadi. Mavo samsaqtam, zanjibiltam, alayda ochiq suv. Qaysini berma? Alayda sizlar zanjibiltamni ichib ko'rib baqdik balam. Ha. Samsaqtamni bir tetib baqaylar. Samsaqtam, mana hada samsaq. Yo'lbos akam 3 yil ishlatgan bu sirka. Ha. Uyda to'shimaydi jumu. Hada hozir va bu Oqo'stanning bu 3 xiltam ochiq suyni bu mal bisib yotdi hozir buni. Onun ustiga da bu Oqo'stan zavodiningki saxta mahsulot ishlab chiqamaydi. O'zingiz bilasizg'u, shunga mollari to'shimaydi hozir. Voy taniga men bek omroq. Meningdan betar okam omroq. Men aytgan tomoqni mush sirki bo'lmasa yemaydi. Yo'q, o'zga qiziqchimi? Qancha oldi bola? Bir 11 so'm bo'pti. 11 so'm. Rahmat etsin bola. Pulab qo'ydigan bo'ldimi-da? Ma'qul. Ma'qulingizmi-da? Lag'malarni yeb kirdi. Bo'ldi-da, ma'qul. Oy lahalda yaxshidingiz. Oy yaxshi. Ay uzun bo'pti sizni ko'rgili. Shu ko'rin. Voy men baq. Ne ketapti? Navrlik bo'lay deganda talatizni pek chiqishib ketishni-chu yarashmaydi kishiga. Talatiz deganga vaqo oyig'i chaqqan, bekatmay vichirlab sayrab turdigan, sherin zuvallar yarışidigan lahal. Hey, nim deganingiz bu? Oy. Chaqchaq qilib qo'ydim lahal, chaqchaq qilib qo'ydim. Men tamoq tayyorlab qo'ydim. Mana mensa. Oy, to'xtab. Kelin ko'rib turib tamoqni o'zingiz etyapsiz? Faras, olasam, o keliningiz bilan toza ep emaskansiz-ku. Men qarang lahal. Ep o'tmamdim. O'zimning ishi. Mening oilamning ishiga aralashmay, o'zingizning yo'lda meni yevring, ha? O ochiqlikni qadar. Osh, meni og'zim osh. Mana men keldim.
Bildin mi apa? Vay o. Koskum bek kokurak ketdi, içip ketdi, yaman içip ketdi koskum. Ondan sonra üyleri derhal qaytib kel tamqan yapılıp. Mening uyda qilgan holat ishim bor bilsan ku? Bilme apa, ağıtışını seninki. Elaqqa töt dostun var. Ao Fatihgül'den qaytiqchining uyiga atigan bir kirib kelsanlar, kechgacha g'iybat qilib boqsizlar, ama g'iybat qilib boqsizlar. Voy ishingni qilaman. Hey, opangga shunday gapni qilamsan? Tez berib tezga. Ha, o'tgangidek o'tirish poltirish deb yo'qolib ketadigan bo'lsang, menda ko'gilkim bor. Bilamsan? Ma'qul. Voy. Bugün pek charchab ketdim. Ya onu bana depeme kırma, yoldaşınız depemem siz. Bu xapaman akam kendip deb qapdim ha. Kapamam, önce tutmuşlar, yaksın. Ha? Kalıp bekle. Neyse? Bunu ben kese depemem bunu. Hani burada? Oturun hadi. Mendil sana çok mesih. Ha. Ama kutluğumun çıka herkes teyip samacı mı? Ana. Ondak desem, kuldaki her yan tırnakla var bu, adet tırnak emez. Vay aka. Endi sen kaldığıma bu gapni tagimi gel. Ha? Hey bu azık zamanın modisi o. Ya o moda afkam hem sokuşup durup kalsa hem de müzik gözünü mordu durup kalsa kala kalsa hem de. Ama gül çıkıyordu çırağını, kanka çaplağa öyle hımca. Şu için dikkat kım sağmaydık ki, mene koyayım. O tırnak adet tırnak emez. Ha. Onu alayı gibi gerekir. Kanda? Başkalar çok tutuyor bile hemen ne? Bak ayağını tırnak yürüyüp de atıp da içiyor. Ha makine vay makine. Acı olan yapmaz. Bırak da saçında 5 çuval bırak ağzını satın. Ya tavuzlarını bizim öyle tilpiyeydik o. Ayağının tırnakını uymuyor. Ya aka. Koyguna manda tetiksiz çakçaklarını. Ertesi gün seni mi körümez? Toykuğa vaktinde ma uyga kelin kız kiremdi ya kelin kız mı? Dümdüğün ama çıkıp herhalde dikkat kızka sokuşup kalsa beşinka moto kalpak gibi al. Ya balam, Oy. bugün yeşilbeligine hakikaten aşkında adamcık. Doğru. Sen bir bak Alkan yerden içme. Makule. Heras. O hisabat üzemesi olucu mu? Ha makul. Onun koypasan vereli kılıdı o. Makule. Əslidi o zirek çeçen qızın birini tepep. Ulanın toyunu qıp qoyğan bolsaq, muş aşxanның işlerini işkisini qıp ketepdi. Rast deyse cümacınım apa. Başta bulgan bulsa, men avar olap berip bununla yardımlaşıp vermegen bulattım de. Şu. Dada tanıqaz. Apa? Boldu. Örkeşke bering ha. Aldıraydı. Özem sepeyek. Meyli emse. Balam. Meni hem de atikaçılık kılıp kalmam. Ma tamak vakti bolsun mu bunu teminizdeki ecici mecizlerle yok atkan bolsanız optike. Şu dada bunu ilivetsem bu bulatdı lekin şu iftaqaş pek avarçılık. Avarçılık uz taqman. Nemi şey bu? Bunu taqayotgan mellamas hazır. Hamma qizlar taqaydı. Bunu zamana maslashish deb tushunsak bo'ldi. Oyey. Bunu zamanğa maslashish demeymiz. Çakınılık deymiz kızım. Vay apa boldular. Muş tamak vaktida bolsun bir muş cidalını kılmasak deymen. Arzu'nun bizden uygu kelgeniga hem de bir aydan açtı. Bazen işlerini tek bilip ketmeydi. Kağa işler asta bula apa. Nima asta oşuludu? Ha? Nima asta oşuludu? Elimi bir ay boldu. Setdumusun dep gep qilmadim. Sen arqılıqmı çırayliq degizdim. Gep yedim ha? Kiminglarni ko'zinglar qilmaysizlar? Ha? Biz sizni ko'zga ilmadik emas, siz o'zingiz ba'zi bir ishlarni cho'ng'aytib aytib barsiz apa. Ha? Sizning nazaringiz bu ishlar kichik ishlarkanda balam ha? Ota-ona bo'g'uchining farzandlariga tarbiya qilish huquqi, majburiyati yo'qmi bular? Canım apa, etgenden keşke terbiye kılıyordkense. Biz bir ya küçük balık bulmasa, sizlerin devrinler bilen bu bizim devrimiz okşamaydı. He? Bu zamanın ihtiyacı apa.
Hey! Devir tırnaklarını uzun koyuydunlar. Yüz gözünlerini boyap maymunun kovada kıl koçuk çıktınlar deptim ha? He? Apa gap so'zingizga diqqat qiling, kim ko'chib chiqibdi? Turqunuzun öz şoğu. Voy apa, bo'ldi, bak eshib ketdi juma bu. Mening eshib ketdimi? Ha? Mening eshib ketdimi? Hey, aqlsiz. Opang taraf turamsa ya xotining taraf turamsa? Bo'ldi! Bo'lmaz! Turmushimning beshining bunda qabohatlik boshlanishini men faqat o'ylab boqmoqchiman. Bir ömür ballarımızla ortada kuyup, suyda eqib, barlig'imizni shularga beg'ishlab o'tibgan. Biroq oxirida yana biz ularga yomon bo'ldik ekanmiz. Ota-ona bo'lish shundoq mushkul ishmi yoki biz loyoqat ota-ona bo'lamay o'tiribmiz? Bo'ldi. Ko'ngilni yerim qilmag'ina. Ularni keyin cho'ngilib, ota-ona bo'lgan vaqtida bilib qoladi. Ular cho'ng bo'lib ota-ona bo'lguncha bizni boradigan yerga boramiz. Ko'ngilga. Ya sen bir ikki qiz gapdan qolsam bo'ldi-ku. Qachon chidayman, chiqqan yo'lni aqlimning gapini anglab qilayman. Voy, ey, bu jidonni aramay va mushtaqim nima qarang bo'lay deb qilyapman. Menga chidig'ida kelib qilmadi. Bir to'g'ri tushansam bo'lmabdi deyman, men nega bunday qilsa? Kimdir odamman men? Nima qidiraysiz kerakmi? Ey, bak gapni anglab bunday qilma. Men anlamayman, hech qanday gapni anlamayman. Ya to'xta. Kelib qilmadi. Ya bo'yg'ina men birimni. Hozir o'tdi. Ya men birimni qo'ydim. Ey, bunday qilsa, ey, men gapni anglayman, ey, bunday qilsa, ha? Mening uchun uyda arzulab, paplab baqa onam, dadam bor. Sizlarning uy tilxonat anglayani kim bilganman? Ey, yomonlab mang'idek shunaqda. Sizlar uchun kaltak to'qmoqlar o'rimiga chizib emasmidi? sen yomonlab bana desen qara, emin. Voy voy. Yemanchi yolur şey. Ey bir qo'yib bagina kassin. Kimga mendan chakini yaxshi deb tutdi. Anlagansiz? Ey, nimadan qilsa? Bu şerbet küldürdün dalalarını Aküsten suyun şerbet küldürdün dalalarını Bol husul havasıga tenkeş kıyıp samalanı